Yo, assalomu alaykum aka-ukalar. Charchamayapsizlarmi dehqon akalar? Bugun shunday holati. Yashil massasi joyida. Bunday mevalarimiz, ha. Почти отборка chiqyapti hammasi. Hosillari. Bu chekadan o'taysiz. Mana mevalar. Katta xudo xolasa. Yaqindan olsa shunaqa ko'rinadi deb olganingizda mana. Chiroyli bo'lib keladi. Ikkala issiqxonada ham rezultat shunaqa xudo xolasa. Olganda ham. Mana holatda mevalar. Yomon emas. Yo'q, qilsa chiqaradi mevalar. Hammasi chiroyli. Mana borlar. Gurt bo'lganda gurtga qo'yib ko'rsatib beradi. Mana kafta. Hammasi chiroyli bo'ldi. Bu nimadan bo'ldi bu adbor iloji boricha. Barigi sal ko'payib ketdi, bilsang oldingi hafta men sal barigini qisqartirdim. Rashkisi hozir qaynadi deydi ko'pchilik, a. 3 tadan bo'lib ketdi. Olib tashlab bitta onani o'zini qoldirib qo'ydim. Kerak emas qolgan. Mana shu o'zini hosilini olsa ham bo'ladi. Mana bular qaynagan. Mana qarang. Mana olib tashlash kerak ekan. Go'sht odasi bilan ketdi. Bitta onani o'zi qolsa yetadi. Bu qolib ketganda mana shunday tushgan hammasi katta bo'lib, mevalari yirik bo'lib chiroyli bo'ladi. Shunaqa holatda. Mevalar sirasi yirik bo'lib ketdi. Arada 3-4 kun sal qiynalib turibdi. Qolgan payt abortga chiqib ketdi. Yomon emas mana. Hammasi bunaqa adborlar yanvar fevralda bo'lardi. Ko'ryapsiz? Yiriklashib ketdi chunki oziqlantirishda ham. Siz kakos kichkinagina. Hayotda 5 tadan oila bo'lib ketgandi. Bitta oila qoldirib qo'ydimda. Qolgan olib tashladi. Yo'q, qaynash kerak emas gidroponikada. Bu endi men o'zim xulosam. Kim qanaqa ishlaydi bilmadim. Qaynagan hammasini olib tashladik. Bor kuch mevaga ketdi. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar.